Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Abdulaziz ukamizni qo'y fermalariga keldik. Qadrli obunachilar, 5 dona yirik qo'zimiz ham kelganmiz. Faqat like bosib obuna turgan obunachilarimizga chiroyli qilib narxlarni qilib beramiz. Qo'ylar ko'rsatinglar. Soni 5 dona, kami lekin yirigidan kelganmiz. Dastlabkilarni Samarqandgacha qilib yetkazib beriladi. Bular kichikroqlari ham bor, yana videoga chiqadi. Xudo xolasa Dastlabkasini o'ylashmasin. Dastlabkasini o'ylashmasin. Samarqandgacha chiroyli qilib o'tib beriladi. 5 million 200 mingdan emas, 5 million so'mdan meni obunachilarimga ketdi mana bir joyga. Faqat like bosib, kommentariya bildirib tursa bo'ldi. Mikrofonni o'nglan soldiramiz. Toza Qirg'izistonda sar qo'zlar eng qizig'i ekan. Eng qizig'i. Bular hali qo'zi, xudo xolasa 1,5 oyda shakka chiqadi. Qo'zlarimiz hali qo'zi holatda qo'zlarimiz bo'yni tushgan mana. Tushlari ham tulashni boshlagan. Mana quloqlari ham butun, xudo xolasa. Bo'ladigan qo'zlar. Mazaqib hoji 5 milliondan mana 5 million dastlabkasini o'ylashmasdan pul qilgan odamning ishi bitta yana chiroyli qilib kamini o'tib beriladi.